bu qitimqi safarimiz Turpanga bo'ldi. Davay, davay, Turpanga davay. Kinochilikqa oid g'alati sirlar muzeyi. Mana bu bo'lsa 1955-yili Shanxay kino studiyasi ishlagan Qasim va Jamila degan kino. Bu Xinjiangdagi tunji asonliq millatlar tema qilingan kino. Bu film qo'yilgandan keyin yangi davrdagi Romeo Julita deb atalgan. Keyingisi qumliqdagi jang. Biz o chog'da nima ish qilayotgan? Ana apanglar dadamni so'rmabsa. Men ko'rayotganinglar anaxana. Men makinan ko'rib baqqan Dilirova. Vay, o keyin ishligini. Na Dilirova no. Dilirova. O qiz kinoda rol o'ynayotganiki. Qaysi kinoni avatudu? Vay voy, nima degan jiq savol, ha? Men nedim bilay? Endi sol maslarda pul olmajmi? Hammalar kelinglar. Ha, mana ko'rayotganinglar mustaqilga mehmon. Mana nasa? Bu dunyodagi tunji surat atish apparati. Anslacho. Bu dunyodagi tunji kino atish apparati. Shiklis o'xshashgan. Bu ikkisi bir zotning bo'lganiga o'xshamay qana qildi. Amsa bu sizning yinozga. Hey, bu degan muzeyxona. Tunji apparatni bek cho'ng deb anglagan bu. Unda yo'g'a apparatni men bu yoqqa qatqiza olayman. Shuningga men yuqori fan texnika bilan buni shamolda quritib, mashta kichiklatib hammanglarga ayon. Hozir jamiyatimiz yomon taraqqi ketdi. Yuqori texnikaning mujassamlashi bilan, surat kelish apparatlarimiz taraqqiy qilib, qulayliklashib, turmush sinib kirdi. Endi buning tipik misoli mana bu. Bu dunyodagi eng qulaylik surat atish apparati. Ha, bu telefon sap nasllik surat atish apparati. O'zingiz telefonda otasiz bu. Telefon degan nima? Ha? Bu telefon bo'lgan taqdirda bu nasllik surat atish iqtidoriga hech qanday ta'sir yetkazmaydigan bo'lsa. Kichik do'stlar, sizlar men bergan o'nko'p pulinglar toza rost bo'lmayapsizlar nima? Ha? Tabiat dunyosi ajoyib g'aroyib bo'ldi. Jonliqlar har xil yashash jarayonida suv, quruqlik, havoda tadrijiy taraqqiy qildi. İnsanlarmı bundan xalis. Hem bıçalaydigan, hem mağalaydigan aralashmatan. Adamlar bunu şaparan palvan deydi. Bu şaparan palvanın palisi. Albatta ba, bunu mu so'rash ketamdi? Men sizlar yaxshi ko'rgan cho'lpalarni yig'ib qo'ygan. Makinanglar. Surat va hissiyot chiqadigan. Chansin. Bu Jason Statham. Avchi. Bu Yasin. Bunalar qaranglar bo'lsin bo'laydi. Bizni aldabsiz bo'lanamiz yolg'onga. Haykal degan albatta yaqin bo'ldi. Siz bek yomon ekansiz. Bo'ldi. Muzeyxon taqaymiz. Xayr xo'sh, qaytinglar. Bo'ldi. Meni lökchek qo'rqitma deb o'ylab qo'yishdingmi? Qo'rqmaydi. Bo'pti. Men sizlarga hech kim ko'rsatmagan narsani ko'rsatay. Qo'rqib ketmanglar, ha? Chiqa! Nima? Chiqa! Chiqsam bo'lmasmiki? Bola qo'rqib ketsa, mayga. Oy, to'xtang. Nim bo'ldi? Hoy, isingiz bo'lmaydi. Nimaga? Samirib ketsa. Nima yeymansan? Mana maniya. Parvona nolmay tarkiblik shirinlik kangipin to'zir bo'lsa, samirib ketishdan ansirmisingizmi bo'ladi? Ham bir xil payza, parvona shirinlik kangipin to'ziri.
Yaxşımısınlar valla. Men ömçük balvan. Şuna bak, ölmüş falan azı köpeş meselede emez mi? Şuna. Lider, nəhayət doğru oylarsınız. Hazırki yaşlar pek iqtidarlıq. Ular öz qabiliyyətini cari qıldırған fürsətə muhtaç. Bu fürsət ularga bəmsək qandaq ixtisaslarni yetiştirib chiqalaymiz. Menimcha, u balni chang tutishimiz kerak. Bu qitimqi bosh direktor bo'lib o'rnagan namush balni tavsiya qilaman. Yaxshi. Haqiqatan mening o'ylaganimdek javob berdingiz. Siz mening ko'nglimni bek tushunasiz. Shuningmi ikkimizning hamkorligini necha yildan beri obdan davomlashib kelyapti. Buningdan keyinmi texim yaxshi bo'lib ketdi. Endi bu Murodil degan yigitga kelsak, bu yigitning odamiylik jihatdan, kasbiy axloqiy, kasbiy bilim jihatdan bo'lsin, har jihatdan naq bizning o'ylaganimizdek yigitga. Şirketimizning taraqqiyoti mush ixtisos egilariga bog'liq. Shuningga biz bu ixtisos egilarini cho'qim ching tutishimiz kerak. Men o'ylayman, shirkat bilan ixtisos egilarining munosabati beliq bilan suning munosabatidek ayrilmas bir gavda. İxtisas egillarini biz yaxshi tanlaganda, o'z o'rniga qo'yganda, ularni o'zining ortiqchiligini yaxshi joriy qildira oladi. Shuning bilan shirkatimizning kelgusi taraqqiyoti biz o'ylagan nishon oladi. Shunga biz ixtisas egillarining qandaqlik qiyinchiligi bo'lsa, qandaq kasbiy tarbiyalash bo'lsa, shirkatimizning qo'limizdan kelishicha bularni qo'llaydi, ularga madad beraylik. Bular xotirjam bo'lganda shirkatimizga haqiqiy yurkini berib turib ishlaydi, ondan taraqqiyotimiz shu nishonga bordi. Shuningga bu qitimliq bu bosh direktorlik vazifasini mush Murodilga topshiraylik. Bo'ldi. Siz tanlagan odamdan mas'ul chiqmaydi. Ishqilib siz mendan biri o'ylab bo'psiz. Lider ma telefon kelib qoldi. Bu chiqib kelaverin. Chiqishim Ma'qul. Vay. Açtaq tezmi? Bildim. Mende bir talant değilsin, neymiş kılmıyorum, akılsız. Ben şunda koyulan dep ketken. Huzuringlarda bo'layotgani Parvona mahsulotlari tojdorligidagi Turpanga safar filmi. Qani. İşçiden. Mana mushularning hammani men tatgan. Bizning mushundaq chiqilgandi, ha? Voy, buningda yaxshi chiqdi. Mayad. Yaxshimisiz? Xizmatingiz qilıyor. Ma'qul. Ha, davomlashtiraylik. Keyingisini Asya şu mike? Ha, şu ki. Bu soyun fırsatını çan tutup ki. Shundaymi? Oldingiz o'tib ketamdi nima? Sen bundan soyunma tenkilenmeydi demekçi mi? Yo, unda emas. Direktor chay. Vay yok işe. Kur! He, maaşımız öte biz qaytaylik. Nimmaş? Ha? İkkining yüzü həcəb qilinkən ha? Ağa rolunu tayınıq, yana nim pul? He, japa tatıq biz qo'saq ichib ketdi. Yo'q, qo'saq ichdi. Voy, qo'sqon aytsa, apadadan deyishmasa, mana nim deysa, ha?
Ben degan hozir vayron bo'lgan bir karxanchi. Xushdingmi? Ya men musiqani qilish uchun necha yilda bilshamsan? Albatta bilishmaysan. Ishkingda do'ttakka kechga men musiqaning tunji kuni taqilib qoldi ya. Ye? Ya maaş yok, ya tamak yok. Bir gap pulun ağılmagan meni. Ora, alınız. Ishkingning pul qanchalik puldi? Ha? Men iskolata ijarash pul bilshamsan? Ha? Sen bu icarasını төлmeysen o. Ha, men albatta bilmayman da. Chunki bu yana egilari mening talantim bilgachga men yo'l qo'ydi. Demek sen bir aldamchi kazlap kelsa, ha? İstifa bermem ben. Vay. Hem şunu da ketdi. Vay yo'q la. Vay yo'qchi ya. Ben gitem de. Ne gitsa? Vallahi tuş buldingmi? Yok. Ma kirib tuşuqni. O pul emek şunu deyiverdi sen adamne. Qara Seyfi, ha? Pul degan hamma qadar emas. Dunyoda pulda muhim narsalar bor. Masalan, do'stlik, mehr muhabbat, aloqani. Ya bu aloqa degan mashta vaqtda asqatmiz, qanday vaqtda asqatdi, ha? Biz oldi bilan molni to'shaytimiz. Undan keyin qolgan gaplarni desak bo'laveramiz. Ha ma'qul ya, ma'qul. Tejam elektron savdo cheklik şirketi Turpanғы safar filmini alohida qo'llagan. Oldu. Siz de to'xtamay izlab kelyaptınız. Balkim hayatımda bazı hatalıklarını ötküzüp nurg'un odamlarni ayirib etganligimning sababidan bo'lsa kerak. Mana endi o'zim yaxshi ko'rgan odamni uchratganimda onundan ayrilib qoldi. Nariman, ben sizni yaxshi ko'raman. Sizni chin dilimdan yaxshi ko'raman. Bana bir fursat bering bo'lamdi. Ha? O'tib ketgan deyishmayli. Kat! Hissiyatınız boşup kaldı ya. Ha? Siz özünüz yaş gördüğün adamga muvaffaqiyatni izhor qilgan vaqtda cho'qim qarshi taraf ta'sirlanish kerak. Ana shu chaqda tomoshabinlarning hammasi sizdan ta'sirlandi. Tushundingizmi? Tushunmadingiz aqchan. Men qarang, ha? Hey, kim bu? Olmayman. Emes men tunum deme. Qanaqa qilmaysan? Yo'q atmam sen. Asarangni aş. Sizni pek yaxshi ko'raman. Ben sizni fakat yaxshi ko'rmayman. Mana sizga nimaga? O'zing kat deb bilgansan. Sen kat emas, men kat tutdim ben. Ya, rejissor kat tushundingmi? Ha, rejissor xapama. Men shu artistni beyoz bo'shab qolganda shuninga asrab tuzish beray degandim. Voy, mangana, basarang yo'qding lan. Ay. Bana. Ya başlayla ya. Aş kat devletke ücretke yerine qaytırayla. Ha. Bo'ldi bu gap bir deyishmayli. Kim yo'q. Men bo'lsam kichikgina ishimni qablashtiramagan qibaq boshlar. Hey, to'sib oldinglar. Neresimim deyme. Bugun kayfiyatim yaxshi bo'lib qoldi. Bo'lmagan biz qaynon ichdim ishqondan. Kan içime deydi o. Kan az mı neyme?